alaykum hurmatli o'qituvchilar. Bugun biz ommalashtirish avloning.uz platformasiga metodik ishni qanday qilib to'g'ri va aniq yuklashni ko'rib chiqamiz. Uning uchun avval ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Men qanday qilib ro'yxatdan o'tish va login parollarni tiklash haqida video qo'llanma qilganman. Buni ham ko'rishni tavsiya qilaman. Ya'ni u videoda qanday qilib ro'yxatdan to'g'ri o'tish va login parollarni tiklash haqida mana video qilganman. Xo'p, demak, biz ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng bu yerga loginimiz bizning Jshirimiz bo'ladi. Jshir orqali va parol orqali kirish tugmachasini bosamiz. Profilimizga kirib olamiz. Kirganimizdan so'ng ushbu oyna ochiladi bizlarga. Bu yerga shaxsiy ma'lumotlarimizni tekshirib olishimiz kerak. Ya'ni shaxsiy ma'lumotlar degan joydagi shaxsiy ma'lumotlarimiz to'g'riligini birinchi tekshirib olishimiz kerak. Keyin ariza yuborish tugmachasini bosamiz va bu yerdan bizning o'zimizga qaysi fandan dars o'tadigan bo'lsak, o'sha fanni tanlab olishimiz kerak. Mana tarix fan deb tanlab oldik. Va bu yerdagi shaxsiy ma'lumotlarimiz albatta to'g'riligini tekshirib ko'rishimiz kerak. Tarix kiritganimizdan so'ng bizga yuklanadigan hujjatlar bor. Bu yerda 8 ta hujjat yuklanishi mumkin. 2 tasi ixtiyoriy, qolgan mana bu qizil tishga qo'ygan 6 tasi majburiy hisoblanadi. Demak, biz birinchi pedagog kengash qarorini yuklab olishimiz kerak. Men bu yerda hujjatlarni taxlab olganman. Pedagog kengash qarori albatta imzolangan va pechatlangan bo'lishi kerak. Bu yerda maktab miqyosida ommalashtirildi degan joyi bo'lishi kerak qarorda va Antiplaget o'zidan tekshirilganlik darajasi 70% dan yuqoriligi inobatga olingan bo'lsin degan joylari bo'lishi kerak. Ya'ni qarordan. Demak, qarordan tanlab olaman mana. Hop, pedagog. Qaror. Ma'lumotnoma obyektivga. Ya'ni obyektivkamiz bu yerga yuklab olamiz. Hop, mutaxassislik bo'yicha diplom. Mana diplomni yuklaymiz. Agarda sizda mutaxassislik bo'yicha tarix fanidan agarda diplomingiz to'g'ri kelmasdan qayta tayyorlovda o'qigan bo'lsangiz, qayta tayyorlov diplomini ham bu yerga yuklashingiz kerak. Agarda qayta tayyorlov diplomi sizda mavjud bo'lmasa, bu yerda shart emas qayta tayyorlov diplomini yuklashingiz. Ya'ni faqatgina diplomni o'zi yuklanadi. Plagiat xulosasi, plagiatdan qanday tekshirish haqida ham video qo'llanma qilganman bu yerda. Ya'ni bir nechta plagiatdan tekshirish platformalari bor. Bu yerda antiplagiat.uz bor, antiplagiat avloniy.uz bor va plagiat.uz bor. Mana shu 3 ta platformani birortasidan tekshirib, sertifikatini bu yerga yuklashni tavsiya qilaman. Mana plagiat sertifikatini ham yuklaymiz va taqriz albatta yozilgan bo'lishi kerak. Namunadagi kabi mana taqriz yozilgan va bu yerda oliy yoki birinchi toifali o'qituvchi yozgan bo'lishi kerak sizga taqrizni, yoki birorta ilmiy unvoni bor oliy ta'lim muassasasi o'qituvchilari yozgan bo'lishi kerak. Va maktab direktori bu agar taqrizchi maktabda ishlaydigan bo'lsa, o'sha maktab direktori pechat va imzo qo'ygan bo'lishi kerak. Sana pedagog kengash sanasidan oldingi sanada bo'lishi kerak, taqriz sanasi. Demak, bu yerga taqrizni ham yuklab olamiz. Taqriz. Men metodik ish Telegram kanalimda bir nechta taqriz shablonlarini yuklaganman. Mana shu taqriz shablon asosida ham foydalanishingiz mumkin. Mana metodik ish Telegram kanalida. Va bu yerda yangi nizom bo'yicha pedagog kengash qaroridan ham namuna bor, Word varianti, bundan ham foydalanishingiz mumkin. Hammualliflik agarda siz metodik ish yozgan metodik ish tavsiyangiz yoki qo'llanmangiz 2 kishi tomonidan yozilgan bo'lsa, bu yerda uning rozilik xati bo'lishi kerak. Rozilik xati yozib, imzo qo'yib sizga bergan bo'lishi kerak. PDF qilib uni ham yuklaysiz. Agarda siz metodik ishni 2 kishi bo'lib yozgan bo'lsangiz. Agar 2 kishi bo'lib yozgan bo'lmasangiz, bu shart emas. Demak, keyingisi metodik ishni yuklaymiz bu yerga, yoki metodik ishni PDF formati yoki Word formatida ham yuklasangiz bo'ladi. Mana metodik ishni yukladik. Endi yuborish tugmachasini bosamiz. Ha, yuborishni tanlaymiz. Ariza qabul qilindi. Ariza qabul qilgandan so'ng mana texnik ekspertizaga yuborilgan vaqti va yuborildi degan xabar keladi. Bu yerda ariza qoladi. Agarda sizda hujjatlaringizda kamchilik bo'ladigan bo'lib, buni tahrirlamoqchi bo'lsangiz, tahrirlash tugmachasini bosib, bu yerdan qayta tahrirlashingiz
mumkin. Misol uchun, bu yerda faylni tanlaymiz. Xo'p, yana qayta tergov kengashi qarorini o'zgartiramiz mana. Yoki obyektivga. Xo'p, diplom. Plagiat xulosasi. Buni tahrirlashni texnik ekspertiza ko'rib chiqilguncha tahrirlash mumkin. Mana bu yerda yozilgan texnik ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan arizani tahrirlash mumkin. Agarda ko'rib chiqilgan bo'lsa, bu arizani tahrirlay olmaysiz. Bu yerda biz 7 ta hujjatni yukladik. Saqlash tugmachasini bosaman. Agarda bu yerda tumaningiz yoki viloyatingiz xato bo'ladigan bo'lsa, buni ham tahrirlashingiz mumkin. Asosiyga o'taman mana. Bu yerda mana hujjatlar yuklandi. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.